Assalomu alaykum azizlar. Salomatmisizlar? Mana men bugun xonadonimizga uydagilarda xursand qilish niyatida bugun Bekobod shahar dehqon bozoriga tashrif buyurdim. Yangi chiqqan mana sveji poliz ekinlari qovun tarvuzlardan olib, mana tarvuzlar. Qovun 15 mingdan ekan kilosi. Qovun olyapmiz. 53.700 so'm bo'ldi. Xolos tarvuz qovunlardan olamiz. Mana kelaverasizlar va qovun tarvuzlar, sezonlar boshlandi. Mana tarvuz yeyishyapti. Bismillah deb zo'r chiqadi, xudo xolasa. Bu mana. Ha, cho'tki pishdi o'zim. Qap-qizil. Salafan olasiz endi. Qora salafanga bunday chiroyli solish kerak. Mana tanlagan tarvuz. Kelaverasizlar. Tomon ham tarvuz. Tomon ham tarvuz bor. Biz ham oldik. Tarvuz tanladik. Xudo xolasa yaltiroq chiroyli chiqadi. Degan umidamiz. Poliz ekinlarga kelaverasizlar. Mana 3000 so'mdan 11 kilo 620 gram 34860 so'm. 30 ming qilib berdilar. Kelaverasizlar. Chiroyli chiqdi taruzi, qip-qizil. Ha, taruzlar. Kelaveringlar. Olib qolinglar. Arzon taruzlar narxi tushdi. 3000 so'mdan. Azizlar, mana o'tgan safar inamni ko'rgani ketyapman deb hazillashgandim. Bu safar rostdan lekin inamni ko'rgani keldim. Bu qovun tarvuzlarni ikkisiga og'irlik qiladi, yeyish. Lekin oilaviy katta oila bilan yeyish boshqachada. Mana inamda o'zlari rostdan. Ko'rsatib qo'y mana. Ko'rsat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana. Qandaysiz? Yana sog'-salomatlisiz. Sizni ko'rgani keldik. Rahmat. Bu safar rostdan keldim. Rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jon ko'karmay ketgan. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lib, qo'shqa, nima bilan qo'shqa qiladi. Aytganingiz kelsin. O'zlaringiz ko'payib yuringlar. Sog' bo'ling, baxtimizga. Sen davlat sen. Tarvuz qovunga kelinglar.